Как что yonida qaynanam bo'lganida bu basharasiga bosib olaydim. Nima настроение yo'q? Menga o'xshab nima shitirlatib sanab berdingmi oyligingni qaynangga? Yur Makka, yur. Opa! Ha? Yuring. Tinchlikmi? Gap bor. Ishim bo'lib ketadi. Ay, Yo'sh. nima molmanmi sizga yoshlaysiz? Molga ushqa yotibsiz-da, aka. Uyda qaynanam jonimga tegadi. Bu yoqqa bemorlar kuladi ustimdan. Ha? Nima jahl qilasan, o'zingni bas. Mana opamdan so'ragin. Bitta sen emas, hammani oladi. Ishon. Mana opa, ayting o'zingiz. Nima qaynanami? Qarib yerga tegmaymi o'ylay. Agar qaynana shunaqa bo'lishini bilganimda umuman yerga tegmasdim. Opalar. Men xudo xolisi kelin olsam, kelinimni umuman hayotiga aralashmayman. O'g'lim bilan kelinim baxtli yashasa bo'ldi. Menga boshqa hech narsa kerak emas. Meni onam bir vaqtlar shunaqa deganlar. Men ham shu fikringga qo'shilaman. To'g'ri aytasanlar. Men ham umuman qo'shilmayman. Xudo xolisa mana shu o'g'lim Isfon dunyoga keltirib olay, haddiy kvartira qilaman-da, chiqarib yuboraman. Bilasizlarmi, men nasib etsa kelin olsam, kelinimni umuman ovqat qildirmayman. Shuni telefon qilaman, zakaz keladi. Nasib etsa shunaqa mazza qilib yashaydi. Xudo xolasa borku, uchovimizda addushi zo'r qaynana chiqadi. Bu kelin zoti jonimga tegdi. Alohida chiqaman deydi. Meni xizmatimni kim qiladi dedim. Voy o'lmasam opa, bizni peshonamiz sho'r ekan. Kelinga yolchimadim. O'g'limga 3 tasini qo'yib yubordim. Bekitib pishgani topib yediradi. Siz gapiring. 3 oydan beri ovqat yemayapman, tuzukroq uyda ovqatini zakaz beradi kelini. Meni xotinim ham shunaqa degandi. Buni o'zmaysizlarmi? Tugab qoldi vallahi. Voy o'lay tog'a. Qaynona, kelin bo'lsin parvona.